Bayraming bilan bechora tilim. Gaplarim orqali biror bir boshqa tilni kamsitishamiz. Assalomu alaykum yaxshilar. Mana bugun 20-oktyabr. O'zbek tiliga davlat tili maqomi berilgan kun. Shu kun munosabati bilan o'zimni bir-ikki og'iz fikrlarimni aytib o'tmoqchiman. Ya'ni bundan bir necha yillar oldin Telegramda o'qib qolgan postimni hozir yana bir tiklab ko'rib qoldim va mana shu narsani sizlarga o'qib berishga qaror qildim. Oldindan aytib qo'yay, bu fikrlar, ya'ni bu til haqida fikrlar bir boshqa bir tilni qoralash yoki bir kambag'al til, bu boy til deyish emas. Shunchaki bir so'zni bir so'zga tarjimasi haqida va hamma til o'ziga yarasha ekanligi haqida aytmoqchiman. Xo'sh, bo'lmasa boshlaylik. Sveji so'zining tarjimasi haqida. Ruscha savodi tvaya maya darajasida bo'lsa-da, o'zbek tilini kamsituvchi odamlar uchrab qoladi. Ularning sevimli savollaridan biri shu: sveji o'zbekchada nima bo'ladi? Masalan, sveji karam. Mabodo yangi deb javob bersangiz, istihzoli tirjayishga ro'para bo'lasiz. Yo'q, yangi novi bo'ladi. Sveji nima unda? Go'yo shu bilan Himalay tog'ini zabt etganday ichki qoniqish tuyadi. Xo'sh, sveji so'zining o'zbekchasi nima bo'ladi? Javob shu: yangi bo'ladi. Nimaga? Sveji umumiy mazmunga qarab sof, toza, salqin, kuchli, tetik, tiniq, eng so'nggi, barra deb ham tarjima qilinishi mumkin. Biz e'tibor qaratayotgan holatda yangi deb tarjima qilinadi va bu to'g'ri. Chunki yangi keltirilgan, yangi uzilgan, terilgan meva, sabzavotlar va boshqa mahsulotlarga nisbatan o'zbekchada yangi so'zi ishlatiladi. U sveji bergan ma'noni ifodalay oladi. Bilimi sayoz odam inkorga ishqiboz bo'ladi. Tuzukroq dalil keltirmaydi, lekin inkor qilaveradi. O'zi bu xil odamlar bilan bahslashmagan yaxshi. Mabodo o'z tilini yerga urishdan zavqlanayotganini g'ashingizga tegsa, xuddi o'zining uslubida savol berishingiz mumkin. Yomg'ir yog'yapti, rus tilida nima bo'ladi? Mabodo bilsa, do'st idiot deydi. Yomg'ir ketmaydi-ku, yog'adi. Uning oyog'i yo'q desangiz, kalonlanib qolishi aniq. Chunki rus tilida alohida yog'moq degan fe'l yo'q. Misol qilib yana keltirsak, shunga misol uchun pianino chalmoq yoki gitara chalmoq ruschada nima bo'ladi? Ruschada pianino играет bo'ladi yoki gitara играет bo'ladi. Shunda ko'ryapsizlarmi? O'ynamoq degan. Ya'ni bu bilan aytmoqchiki, shunaqa so'zlar bor, tarjima qilinmaydi yoki to'g'ridan to'g'ri olinadi demoqchi. Xuddi shunday o'zbek tilida ham bor, xuddi shunday rus tilida ham bor va yana boshqa tillarda ham bor. Xo'p, shunaqa har bir tilning o'ziga xos tomonlari bor. To'g'ri, rus tili boy til, ishlangan, keng qamrovli, salohiyatli til. Lekin o'zbek tili ham kam emas. Uning ham o'z ustunliklari bor. O'zbek tili nodir tushunchalarga ot qo'ya biladi. Bitta so'zni bir necha usulda tovlantira oladi. Holat yoki harakatlarning turfa-qiralarini ifodalovchi so'zlarga ega. Ammo buni anglash uchun tilni sal chuqurroq o'rganish talab etiladi. O'rganishning o'zigagina yetmaydi. Albatta, ozroq mehr ham kerak. Bu matn, bu tekst Telegramdan Orif Tolib akamizda bir necha yil oldingi postlarini hozir ko'rib qolib, sizlarga shuni qaror qildim. Yana bir marta aytaman, bu gaplarim orqali biror bir boshqa tilni kamsitish emas, yo boy yo kambag'alsan deyish emas. Har bitta tilni o'ziga yarasha ma'nolari bo'ladi, o'ziga yarasha boy va o'z uslubiga ega hisoblanadi. Mana Abdulla Qodiriyning shunday fikrini yana aytib o'taman xulosa o'rnida. O'zbek tili kambag'al emas, balki o'zbek tilini kambag'al deguvchilarning o'zi kambag'al. Ular o'z nodonliklarini o'zbek tiliga to'nkamasinlar. Shunaqa gaplar azizlar. Videoni ko'rganlar uchun rahmat, vaqtingizga rozi bo'linglar va albatta bu videoning oxirida like emas, yoqtirmani bosib ketsanglar xursand bo'lamiz. Rahmat.